ayolman, chiroyli bo'lishni xohlayman. Shuning uchun menda malyar meshoklarim bor. Hamma ayollarda bo'ladi. Bu juda ham yubka va yuzi bo'lgan jir. Shuning uchun bir hafta oldin men lipolitit qildim. Endi nit qo'yaman, mashqni yo'qotish uchun hamda uplatnять qilib, yangi kollagen stimulyatsiya qilish uchun. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, to есть malyarni jir ko'pchilikda bor, hamma qiynalishadi, ayniqsa botoksdan keyin ko'payib ketadi. O'shanda buni uplatnять qilish uchun hamda ketkazish uchun oldin lipolitit, lekin har odamga individual, keyin nit bilan bu yerda укреплять qilinadi.